Xullas qarindoshlar, nokni olib, artib, shunda o'rtasini o'yib, bittasiga yong'oqni solib, ana undan keyin xamirni shunday qilib kesib, kesgan xamirimiz bilan nokimizni shunday qilib o'rab chiqib, xo'pkada 20 minut pishirib oladigan bo'lsak, shunday ichkin bay desert bo'lar ekanmish-da. O'xsharmikan a? deb turib nokni oldim qarindoshlar. Faqatgina meni nokim sal boshqacharoq. Qarindoshlar, bu retseptning eng nozik joyi shu nokni o'yishda ekan. Bir amallab 5 tala nokimizni ham o'ttasini o'yib, uning ichiga asalga bo'ktirilgan yong'oqlarni solib, retseptimizni yarmi tayyor qarindoshlar. Endigi navbat xamirga. Xullas qarindoshlar, qarindoshingizni Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligini o'tkazib yubormaslik uchun Profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanalga marhamat qarindoshlar. Retseptga qaytadigan bo'lsak, xamir bilan nokni teni yopib olgandan keyin so'ng qilib kesilgan xamir bilan nokimizni shunday qilib o'rab chiqar ekanmiz. Jabr oson bitta ekan. Noklarimiz ustiga tuxumni sarig'ini surtib 180 gradusga duxovkaga 20 minutga jo'natib yuborib, 20 minutdan keyingi rezultat mana bu go'zallikni qaranglar. Uni ko'rinishini o'z ishtahani ochyapti-yu. Nokni ustidan yanada mazali bo'lishi uchun asalni quyib, ana endi eng asosiy joyi, nokni o'rtasidan kesamiz va bizni nokli desertimiz tayyor qarindoshlar. Ko'p kuttirmasdan degustatsiyani boshladim qarindoshlar. Mazasini men sizlarga gapirib tasvirlab bera olmayman. Juda mazali bo'lar ekan. Homilador qarindoshlarimdan uzr so'rayman qarindoshlar. Ishim shu deyil. Ular ham shunaqa faqat degustatsiya bilan shug'ullanadigan ishda ishlagan bo'larmi deylar, qarindoshlar? Happy end.